Rasul akram alayhissalatu vassalam bir hadislarda aytadilarki, oxiri zamon bo'lganda bir odamlar chiqadi. Din bilan dunyoni talab qiladilar. Ya'ni dinni yuzasidan dunyo to'plashga o'tadilar. Odamlarni ko'rganida qo'yni terisini yopinadilar. Ya'ni odamlarga qo'yday bo'lib ko'rinishadi, yuvosh. Tillari qatdan ham shirin, ammo qalblari bo'rini qalbidek. Issiq bo'ri ko'rganni g'ajishga o'tadi. Sirtidan qo'y, tilidan shakar tomib turibdi. Dinni o'ziga daromad manbasi bo'ladi. Ana shunday bo'lganda, deydilar Rasululloh, Alloh taolo ularni o'zlarini bir fitnaga uchratadiki, o'sha fitnadan ulardan eng halimi ham hayron qoladi.